Yo'q, men boshida ishonganim yo'q edim. Ikkilanib kelgan edim men. Kasallarni ko'rib, qarab, ishonsangiz 3 kunlar o'zimga kelmadim. Boyagi bolalarning harakatini ko'rib, yurib ketayotganlarini ko'rib, ularni shunchalik mehribon ekanliklarini ko'rib, boyagi kasallarga o'zim xursand bo'ldimki, xuddi shu singari o'zimning nabiram Samirbek ham juda ajoyib, mana hozir yaxshi bo'lib ketganligiga xursand bo'laman. Assalomu alaykum. Men Surxondaryodanman. Nabiram Safarov Samirbekni Olmazor tumanidagi Mevazor klinikasiga olib kelganman. Mana shu Mevazor klinikasida Abdulazizni tarmoqlarda ko'rganligim uchun nabiramda nervologiyaga o'zgarish bor edi. Oyog'ida yaxshi kuchi yo'q edi, tonisi juda bo'sh edi. Shuning uchun bizlar shu Mevazorga kelib, o'sha Mevazor klinikasiga kelganimizdan keyin Abdulazizjon bizni shogirdi Azamatga yo'llantirdi. Birinchi marta kelganimizda nabiramni Samirbekni oyoqlarida kuchlari yo'q edi. Yaxshi yura olmas edi. Keyin Allohga shukr biz birinchi nimadan keyin ancha o'zgarish sezdik. Va o'sha 10 kun davomida mashqlarni bajardi, oyoqlarida kuch paydo bo'ldi, yurishlari ancha o'zgardi, oyoqlarini to'g'ri bosadigan bo'ldi. Shundan keyin biz fevral oyida ikkinchi marotaba keldik. Ikkinchi marotaba kelganimizdan keyin uni oyoqlarida ancha o'zgarish sezilganligini Abdulazizjon bilan Muhammad Ali va Azamatjonimiz ko'rdi. Ko'rgandan keyin oyoqdagi tonuslari o'zgarganligi, to'g'ri bo'layotganligi, oyoqlarda chiziqlarning paydo bo'lganligi haqida batafsil aytib berdi. Shukr, Allohimga shukr, hozir Samirbek ancha yurib ketyapti. Mana endi hozir esa 3-marotaba keldik biz. Ancha yaxshi, hozir mana mashg'ulotlarini olib boryapti Samirbek. Nutqlari ham rivojlanib bordi. Nervologiya vrachga Sarvinosxonga uchradik. Sarvinosxon ham o'zini qo'lidan kelganicha yordam berdi bizga. Allohimga ming marta shukr. Mana shu nabiram hozirgi kunda yurib chopqillab ketgan. Rahmat aytaman mana shu Mevazor klinikasini ochganlarga, shu yerda ish olib borayotgan, faoliyat qilib olib borayotgan Azamatjonga, Abdulazizjonga, Anvar bor bu yerda, Sunnatjon bor, Muhammad Ali bor, Muhammad Qodir bor. Hammasi charchamasin. Allohimdan kuch bersin, quvvat bersin, tan jonlari sog' bo'lsin. Mingdan ming rahmat deb aytamiz.